Ko'ryapman. Dugonajon. Hammasi o'tib ketdi. Butun qiyinchiliklar ortda qoldi. Endi hech qachon ajalmaymiz. Gavhar. Ha? Gohida shunday bo'ladiki. Kim u? Tanishdingizmi? Gavhar. U menga hech kim. Nohaq azoblardan qiynaldi jonim, ko'klarga tutashdi ohu fig'onim. Qaramtur bulutlar zoru afg'onim, muncha arzon bo'ldi yarzanda jonim. Boshimga ish tushsa toshlar otishdi, ishongan do'stlarim eshik yopishdi. Agar keliniz ham ko'zi xiraroq bo'lsa-chi? Nafasingiz so'roq qil bolam. Nega endi kelinimni ko'zi xira bo'lar ekan? Tavba. Olgan kelinim meni yumushimni qilish o'rniga paypaslab devori ushlab yuradimi? Qarigan chog'imda kerilib o'tiraman desam, kelinimni xizmatini qilib qo'lidan yetaklab yurarkanman-da. Rohatini ko'rish o'rniga. Voy, haziling ham bor bo'lsin, Umid. Tavba qildim. Ularni orzu-havaslarini ro'yobga chiqarishim kerak, Gavhar. Men yolg'iz o'g'ilman axir. Nohaq azoblardan qiynaldi jonim, ko'klarga tutashdi ohu fig'onim. Qaramtur bulutlar zoru afg'onim, muncha arzon bo'ldi yarzan. Sen nomardni ishini qilding. Nima? Gavharni kasalligini bilib turib tashlab ketding uni. Sevaman derding. Shumi seni sevging? Gap bu yoqda degan. Nima qilishim kerak edi? Ha? Qani ayt. Ota-onamni yolg'iz farzandiman. Bu ham mayli. Ko'ngli yarimni ko'nglini olaman deb tirik ota-onamni go'rga tiqishim kerakmi? Xo'sh, vaqt soati kelib farzand tug'iladi. Xonada bormi? Bu degani suyak surishi mumkin. Shunday bo'lsa, bolasi ham ko'r bo'lib tug'iladi. Sen baribir nomardsan. Nomard. Sen mardsan, ha? Shundaymi? Mard bo'lsang, unga uyla, baxtli qil. U meni sevmaydi. Lekin sen sevilgansan-ku. Agar o'sha meni sevganida, u ko'r bo'ladimi, cho'loq bo'ladimi? Qat'iy nazar uylanardim. Agar sevganida. Sizga eng qimmatli narsamni beraymi? Mayli. Bering. Voy. Chiroyliligini-chi. Sizga yuragimni sovg'a qilaman. Endi u sizniki. Rostdanmi? Ha. Oling. Rahmat. Voy. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? Shundoq gaplashaveramiz, faqat o'rtamizda yurak bo'lmaydi. Shunday gaplashsa bo'lar ekanmi? Albatta bo'ladi. Ana, nechtasi gaplashib yuribdi-yu. Sizda boshqa yurak yo'qmi? Yurak odamda bitta bo'ladi, yaxshi qiz. Bilganimda ushlab qolardim. Bilganimda ushlab qolardim. Qizlarni hamma shunaqa. Qo'yib yorib, keyin afsuslanib o'tirishadi. Mayli. Sizga yana bitta yuragimni beraman. Ah, bormi? Siz uchun bor. Ahalay, mahalay.
voy sizni qarang-ku binoydek fokuschi ekansiz. Ha endi Buncha katta yurak kichkina bo'lsa siz bilan gaplasha olmasdim-da. shaytonning yumshoqligini-chi. Qattiq yuraklardan Xudoning o'zi asrasin. Qip-qizil ekan. Sarg'ayib ketgan yuraklardan yaxshi har qalay. Rahmat. Asrang meni yuragimdan. Xo'p bo'ladi. Sizga topshirdim.